Qoidabuzarlik ortidan sodir etilishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish yo'lidagi muhim qadam jarima ballari bo'yicha gaplashamiz. Vazirlar Mahkamasining 30-mart 2026-yildagi 125-son qarori bilan jarima ballarini transport vositasini boshqargan haydovchiga nisbatan qo'llash uchun avtomashina egasi tomonidan elektron tartibda topshirish tartibi belgilandi. Jarayonlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov yoki SafeRoad ilovalari orqali ariza yuborish tartibida amalga oshiriladi. Arizalar transport vositasi egasi, ya'ni mulkdori tomonidan shaxsiy kabineti orqali kiritilishi, boshqarish huquqini olgan shaxs o'z majburiyatlarini elektron raqamli imzo yoki Face ID orqali tasdiqlashi talab etiladi. Shundan so'ng kiritilgan ariza yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'muriy amaliyot moduliga kelib tushadi va belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilib, tasdiqlangani yoki rad etilgani to'g'risidagi xabar ariza kiritgan fuqaroga shu elektron tizim va SMS orqali yuboriladi. Ariza tasdiqlangandan so'ng qurilmalar tomonidan aniqlangan tegishli qoidabuzarliklarning jarima balli boshqaruvni qabul qilgan haydovchiga nisbatan qo'llaniladi. Qayd etish lozimki, tahlillarga ko'ra, jarima ballarini hisoblash boshlangandan so'ng 2025-yilning o'zida haydovchining aybi bilan sodir etilgan avtohalokatlar 34% ga kamaygan. Tezlik va boshqa qoidalarga rioya qilib, o'zi va boshqalarning xavfsizligiga rahna solmagan haydovchiga jarima ballining ahamiyati yo'q. Jarima balli yo'l harakati madaniyatini oshirishga qaratilgan muhim qadamligini unutmang.